Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bitta klik ekamizda stankalar bitta. Mana buni ichlarida ko'rsatsak, mana narsalarni ham qo'yib qo'yishdi. Mana narjakdan o'tgan, eng qimmat ruchkalardan qo'yilgan. Bularni ham ochib ko'rsatamiz. Mana bitta sharnurlardan qo'yilgan. Mana yerda ham ochib ko'rsatsak, mana bu yerlarga ham sharnurlar qo'yilgan. Mana boqqina kamaylarga qotirib chiqilgan. Mana ruchkalarni qattiq qilib chiqib ketmaydigan qilib qotirib chiqilgan. Mana eng mustahkamatan qilingan. Mana tepalariga mana tepalariga qala qo'yilgan. Mana ruchkalarigacha. Bularni ham ochib ko'rsatamiz. Mana bu yerga ikki ko'rpacha qo'ymoqchi bo'lsa, ko'rpacha ham qo'yaverasizlar. Mana yo'qga tubalarni ham o'rnatib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Mana joyi bitgan. Kimga kerak bo'lsa, o'sha pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Mana Habibullo mebellarga. Mana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.